Dasturimiz davom etadi. Bugungi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalarini chuqur o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanish yosh avlod uchun katta ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan yoshlarni zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, faol va tashabbuskor qilib tarbiyalashda kibersport kabi innovatsion yo'nalishlarning o'rni beqiyos. Sirdaryo viloyatidan muxbirimiz xabar beradi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari hayotimizning barcha jabhalariga jadal kirib kelmoqda. Ayniqsa yoshlar orasida kibersport nafaqat qiziqarli mashg'ulot, balki mantiqiy fikrlash, tezkor qaror qabul qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi muhim yo'nalishga aylanib bormoqda. Shu maqsadda Sirdaryo viloyatida yosh harbiy xizmatchi va xodimlar o'rtasida kibersport musobaqasi tashkil etildi. Bellashuvlar davomida ishtirokchilar tezkor fikrlash, strategik rejalashtirish va jamoaviy hamkorlik borasidagi o'z mahoratlarini namoyon etdilar. O'yinlar qizg'in va murosatsiz tarzda o'tib, tomoshabinlarga katta qiziqish uyg'otdi. Mazkur musobaqa xodimlarning tezkor fikrlash, jamoa bilan ishlash, strategik qaror qabul qilish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga bu tadbir sog'lom raqobat muhitini shakllantirib, xizmat jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llashda undaydi. Mening o'zim ham bu musobaqada ishtirok etdim. Raqiblarimiz haqiqatan kuchli, raqamli texnologiyalar bo'yicha, sun'iy intellekt va boshqa mazkur innovatsiyalar bo'yicha ancha bilim va tajribalarga ega bo'ldi va o'zaro tajriba almashdik. Shu ma'noda mazkur musobaqa biz uchun har tomonlama foyda bo'ldi deb hisoblayman. Musobaqalar yakunida g'oliblar tashkilotchilar tomonidan rag'batlantirildi. Ta'kidlash joizki, bunday tadbirlar yoshlarning nafaqat bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga, balki ularning zamonaviy texnologiyalar bilan hamnafas, bilimli va raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllanishiga xizmat qilmoqda. O'zbekiston